Farzandlar, ular kimlar? Nega bizni hayotimizga kirib keladi? Hammamizga sir emaski, biz aslida kimmiz? Biz aslida ruhmiz. Biz bu tana emasmiz. Biz o'zimizni shu tana deb o'ylaymiz, lekin biz ruhmiz. Biz planetaga ma'lum bir xizmat vazifasida kelamiz. Hech sizda savol bo'lganmi, shu planetaga nega keldim deb? Nega men o'zi kelganman, nega yashayapman, nima qilyapman bu yerda degan narsalar bo'lganmi? Ya'ni ko'pchilikda bo'lgan bu savol. Planetaga ma'lum bir vazifani o'tash uchun kelamiz. Kelganimizdan keyin biz ayollar kimmiz? Biz ayollar planetaga o'tkazguvchimiz, ya'ni biz portalmiz. Biz ayollarga shunaqangi xizmat berilinganki, ayol kishi portal bo'lib planetaga shu ruhni o'tkazdirib beradi. Misol, planetaga ruh kelmoqchi. U qayerdan keladi? Qani o'sha portal? Prosta osmondan tushmaydi-da, yoki qayerdandir chiqmaydi, yoki suvdan chiqmaydi-da. Ayol kishi orqali o'sha planetaga portal bo'lib o'tib beradi. Biz planetaga o'tib berishga xizmat qilar ekanmiz, ular bizga xizmat qiladi. Biz ularga xizmat qilamiz. Ularni biz o'tkazib berdikmi planetaga? Endi biz o'tkazib berganimizdan keyin ularga, ya'ni ruhga rivojlanishi uchun bu yerda katta bo'lib, o'sha tushunib olib, anglab, o'sha xizmatigacha o'tib olgungacha yo'lida biz tashlab ketmasligimiz uchun bizga onalik mehri berilgan. Demak, onalik mehri, o'sha mehr tufayli biz farzandlarimizni sekin katta qilishni boshlaymiz. Bu degani biz farzandlar dunyoga keltirdik degani, biz portal bo'lib xizmat qildik degani, bu degani biz ular farzandlarimiz biz mulkimiz, bizni qulimiz, biz hamma aytganimizni qiladigan inson degani emas. Biz oddiy portalmiz. Oddiy o'tkazib beruvchimiz. Demak, bizni faqatgina xizmatimiz bor. Endi biz ruh sifatida Yer planetasiga keldik. Nima uchun keldik? Yer planetasiga xizmat qilish uchun. Xizmat qilyapmiz. Farzand orqali ham ruh rivojlanadi, qizlar. Ya'ni farzand orqali ham ota-ona rivojlanadi. Ya'ni ularda ruhni o'rvini oshib boradi. Ya'ni dunyoda mana shu xizmati ularda farzand orqali bo'ladi-da. Shuning uchun ular tanlov qiladi. Mayli bizga farzandlar berilinsin, biz ularni o'tkazamiz, o'stiramiz, xizmat qilamiz deyiladi. Ba'zi bir ruhlar tanlov qiladi, bizga farzand kerak emas. Biz shundoq ham rivojlanib, biz shundoq ham xizmat qilamiz deydi. Ba'zi bir ruhlarga farzand berilmaydi, ular boshqa vazifalarni bajaradi. Farzandsiz ham rivojlanaveradi. Farzandsiz ham o'sib boraveradi. Lekin ba'zi bir ruhlar tanlov qiladi, yo'q, menga farzand berilinsin, men farzand bilan o'saman, men farzand bilan rivojlanaman deydi. Demak, farzand keldi, endi u berilindi yuqorida. Demak, u kimniki? Allohniki. Allohniki. Demak, u kim u? Kim u? Allohni bir parchasi. Ya'ni endi sizlarga tushunarli tilda gapiryapman. Allohni bir parchasi. Bilasizlar, islom dinida aytilingan o'zi. Anaqa puflaganda ruh yaralgan. Demak, o'sha ruh keldi siz qo'lingizga. U sizni qo'lingizda turibdi hozir. Uni xuddiki u kelgandan keyin biz uni xuddi kelganiga xursand bo'lamiz, onalik maqom berilinganiga xursand bo'lamiz. Lekin u bilan gaplashamizmi, sinxronlashamizmi? Xuddi u kichkina hali. Shu kichkina sifatida u kichkina, u tushunmaydi hech narsani deb qaraymiz. U kelishi bilan biz u bilan sinxronlashishimiz kerak, uyg'unlashishimiz kerak. Ya'ni o'sha biz Allohni bir bo'lagini oldik qo'limizga. Demak, bizning vazifamiz xizmat qilish. Hozircha xizmat qilish.
Demak, xizmat qilish bo'lganiga u bilan gaplashish kerak, sinxronlashish kerak, har bitta gapni gapirish kerak. Misol uchun unga ko'ylakcha kiydirmoqchisizda, yoki kiyim kiydirmoqchisiz. Shu kiyimni kim olib keldi, qanaqa olib keldi, nima dedi, kimlar kelib, u bilan har doim gaplashish kerak. Ya'ni farzand bilan qanchalik biz tushunmaydi deb o'ylaymiz, lekin u tushunadi. Hamma narsani tushunadi, hamma narsani sezadi. Shunaqa sezadi, hamma narsani biladi. Siz nima deyab turganingiz, siz nima o'yda o'ylayab turganingiz, siz nima hozir his qilyab turganingiz, hammasini ona qornidanoq biladi. Biladi, anglaydi, sezadi. Hattoki men hozir sizlar bilan agar alohida misol uchun biz seans o'tkazsak, ona qorningizdagi har bitta onangiz gapirgan gaplarini gapirib berishingiz mumkin menga. Men bunaqa degan, dadam bunaqa degan, ayam bunaqa degan, xolam bunaqa degan deb menga aytib berishingiz mumkin. Ya'ni o'sha xotirani uyg'otsak. Ya'ni demoqchiman, farzand hamma narsani sezadi. Misol uchun ona qornida bu bizga bitta yaratuvchini bitta bo'lagi kelyapti. Buni biz hozir olishimiz kerak qo'limizga va bizning vazifamiz bunga xizmat qilish. Buni o'sha hamma o'zidagi yaratuvchi aspektlarini uyg'otib jamiyatga qo'shish deyilmaydi-da. Biz darhol uni qizmi, o'g'ilmi, qiz bo'lsa bizga qanchalik xizmat qiladi. Biz uni necha yil yashashini ham bilmaymiz. U planetaga nimaga kelyapti? U balki 1 yilga yashagani kelyapti turgan, balki 1 yildir. Shuni kelib, balkim nimasi kontrakti tugar-da, kontrakti tugar. Shu bilan ketar balki 10 yilga kelib turgan, balki 20, balki biz bilmaymiz. Uni o'zi hali ona qornida o'g'il bo'lmasa qara, o'g'il bo'lmasa bizni davomchimiz bo'lmaydi, qariganimizda qaramaydi, menga qiz kerak emas. Ya'ni shunaqangi bahslarda ota-onalar gaplashadi. Gaplashgani uni farzand his qiladi. Demak, qiz farzand keldimi, u xuddi u o'zini kutilmagandek. Ya'ni xuddi mana siz bitta oilaga keldingiz, mehmon bo'libdi. Mana mehmonga keldingizda bitta joyga. Ular sizni kutmayapti. Hammasi o'zi bilan o'zi gaplashyapti. Siz qanaqa his qilasiz o'zingiz? Tez ketib qolgingiz keladi, tez chiqib ketgingiz keladi. Xuddi shunga o'xshagan farzand ham o'zini u oilada yaxshi his qilmaslikni boshlaydi, chunki u biladi uni kutishmaganini. Qiz farzand o'zini yaxshi ko'rsatishga harakat qilaveradi, o'zini yaxshi ko'rsatishga harakat qilaveradi-da. Ya'ni mana men o'g'ildan ham zo'rman, mana men o'g'ildan ham zo'rman. Qarang, men o'g'lingiz kabiman. O'g'lingiz nima qilib bermoqchi edi? O'shanaqa qilib berishim kerak endi deb harakatlanaveradi. Ya'ni ong ostiga o'sha biz kichkina o'sha ona qornidanoq, ona qornida bo'lganimdayoq biz o'sha programmalarni joylashni boshlayotganmiz. Demak, farzandlarimizni kelgusidagi o'sha hayotini biz ona qornidanoq programmalashtirarkanmiz.